Bozorga tushdingiz, original JM narsa xarid qilmoqchisiz. Lekin sizni ajablantirgan narsa ikkita do'konda bitta narsaning narxi ikki xil. Tabiiyki, arzonni olishga harakat qilasiz. Lekin katta ehtimol bilan kopirovka bo'lib chiqqan. Sizda ham shu holat bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa, okey, kommentariyada yozib keting. Ungacha siz menga obuna bo'lib qo'ying, men sizga zo'r ma'lumot berishga harakat qilaman. Ko'p hollarda mana shu katalog nakleykalardan foydalanishadi. Bu asosan o'qlanadigan tovarlarga yopishtirib qo'yiladi. Sizni qiladigan birinchi ishingiz, telefoningizni olasiz, Google ga kirasiz. Masalan, aytaylik, mana shu moy shupi. Mana shu katalog nomeri ko'rsatilgan. Shu katalog nomerini terasiz. 251 82 82 370. Mana shu rasmi chiqib keldi, ehtimol bilan original hisoblanadi. Ikkinchi ma'lumot, shu katalog nakleykani originalmi yoki original emasligi to'g'risida. Ko'p hollarda original katalogda mana shu zarida farq qiladi. Originali nisbatan matviroq bo'ladi, originalda zari yaltiroqroq bo'ladi. Shundan ajratib olsangiz bo'ladi. Uchinchidan, kopiya yoki pad original zapchasi original deb sotmang. Undan ko'ra siz klientga tanlov bering. Uni ham olib kelib qo'ying do'konga, buni ham olib kelib qo'ying. Undan ham 5 so'm qolsin, bundan ham 5 so'm qolsin. Hozirgi paytda sizni qilayotgan fintingiz uzoqqa bormaydi. Tez fosh bo'ladi. Ja bo'lmaganda, okey, tushundingiz-ku, u yoqda javobini berasiz. Okey, videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz.